مەخپىي ئۇرۇش ئاپتورى روبert Spalding 10. bab خىتايغا قارشى تەدبىر خىتاينىڭ مەخپىي ئۇرۇشىغا قانداق تاقابىل تۇرىمىز ۋە ئۇنى قانداق توختىتىمىز 3. قىسىم قاتتىق قول بولۇش 2017 yıl 8. ayının 14. günü پەرىزاتتىن چۈرام 1974 yıldaki Soda Kanunu'nun 301. maddesida o'ziga berilgan huquqqa binoan eslatma e'lon qilib, Amerika soda vakillar ishxonasidan Xitoy aqliy mulk, yangilik yaratish va texnikaga munosabatlik Amerikaning texnikalari va aqliy mulklarini Xitoydagi shirkatlarga o'tinib berishga ilhomlantiradigan yoki shuni talab qiladigan yoki Amerikaning iqtisodiy manfaatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan qonun, siyosat va qoidalarni yo'lga qo'ydi hamda aloqador tadbirlarni qo'llandi degan qarashni tekshirishni talab qildi. Oradan 8 oy o'tgandan keyin Amerika soda vakillar ishxonasi qattiq tanqidga to'lgan 182 betlik doklad e'lon qilib, Xitoyning Amerika shirkatlariga qarta yo'lsiz muttaham siyosatlarni yo'lga qo'yganligini jazmlashtirdi. Gerçi mazkur dokladda qonun va soda sohasiga aloqador kasbiy atalg'ular bor bo'lsa-mu, ammo u yanala kishining qiziqishini qo'zg'aydigan mazkur kitobdagi nurg'un muhim nuqtalarni dalillaydigan materialdir. Tövendikiler mazkur dokladning birinchi qismidagi 3 muhim nuqta bo'lib, mazkur muhim nuqtalar Amerika shirkatlarini Xitoyda tijorat qilish ijozatiga erishish uchun o'zining aqliy mulklarini Xitoyga o'tkazib berishga majburlaydigan inchik planlangan mujodalaning abdi bashirisini namoyon qilib berdi. 2001 yildan ilgari Xitoy bozorga kirish ijozatining badali sifatida texnika o'tinib berishni ochiq oshkora talab qiladi. Xitoy 2001 yili Dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lganda bu qilqini tashlashga va'da bergan. Shuningdan keyin nurg'unlagan manbalarga ko'ra Xitoyning texnika o'tinib berishni talab qilish siyosatlari va qilmishlari texmo yoshirinlashib, hamisha og'zaki ko'rsatma va ishikni dum taqab suhbatlashish shaklida elib berilgan. Xitoyning davlatlik o'ttira uzun muddatlik fan texnika taraqqiyot planida, ya'ni 2006 yildan 2020 yilgacha Xitoyning nisbatan ojiz yerlik yangilik yaratish iqtidori, Xitoy korxonalarining yadroliq raqobat kuchining ojizligi va davlatning yuqori texnikalik kasblarining texmo taraqqiy qilgan davlatlarnikiga qaraganda orqada qolganligi e'tirof qilingan. Mazkur reallikni o'zgartirish uchun planda kirgizilgan texnikalarni sumirish, hazm qilish va shu asosda qayta yangilik yaratishni kuchaytirish talab qilingan. Bu usul 4 bosqichni o'z ichiga oladigan bo'lib, bu bosqichlarning har biri Xitoy hukumati bilan Xitoy korxonalarining chet el texnikalaridan to'liq foydalanish uchun zich hamkorlashishiga bog'liq. 2011 yildan 2016 yilgacha Xitoy raisi Xi Jinping bilan o'tkazilgan 4 qatimliq yig'inni o'z ichiga olgan oz deganda 10 so'rinda Xitoy hukumat amaldorlari oshkora va'da berib, Xitoyda savdo qilmoqchi bo'lgan Amerika shirkatlarining texnika o'tinib berish talabini yenikiltadiganligi va barliq texnika o'tinib berish ishlarining hukumatning aralashishidan xoli holdagi nuqul savdo qarori bo'lishiga kapolatlik qildiganligi to'g'risida va'da bergan. Bu haqda amaliy harakat qilinganligiga doir hech qanday fakt yo'q. Boshqacha qilib aytganda, bu siyosat va'dalarining hammasi yolg'on. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Xitoy bozorga kirish badaliga texnika o'tinib berish jihatdagi har qanday talab Dunyo savdo tashkilotining kelishimiga xilofdir. Amerika savdo vakillar ishxonasining dokladi yana 5 tarmoqni o'z ichiga oladigan bo'lib, ularning qisqacha mazmuni tuvandikicha. Xitoy hukumati chet el shirkatlarining Xitoyda tijorat qilishiga cheklama qo'ydiganligi to'g'risida tahdid silib, Amerika shirkatlaridan Xitoy shirkatlariga texnika o'tkazib berishni talab qiladi yoki shuningga qistaydi. Amerika shirkatlari qaysi shaklda Xitoydagi qabul qilguvchilarga foydali bo'lgan
g'ayri bozor xarakterlik shartlarga asosan Xitoy shirkatlariga texnika o'tinib berishga majburlanayotdi. Xitoy hukumati oldingi qatordagi texnika va bilim mulk huquqiga erishish, shundaqla davlat sanoat planida muhim deb qaralgan kasblarda keng ko'lamda texnika o'tinib berishni ro'yobga chiqarish uchun Xitoy shirkatlarining Amerika korxonalari va mulklariga sistemalik mablag' selishiga va ularni setib olishiga qandaq yetakchilik qiladi? Xitoy hukumati savdo maxfiyatligi, texnikalik sonliq ma'lumotlar, suhbat pozitsiyasi, shundaqla sazgur va patentga aloqador ichki aloqalarni o'z ichiga olgan keng doiradagi maxfiy savdo uchurlariga ruxsatsiz erishish uchun Amerikaning savdo to'riga qandaq to'r hujum qo'zg'adi yoki shu hujumlarni qaysi shaklda qo'lladi? Shundaqla Xitoy hukumatining ixtisosliklarni taklif qilishdan tortib, davlat bexatarligi yoki to'r bexatarligi bilan munosabatlik deb qaralgan tadbirlarni qo'llanishgacha bo'lgan chet el texnikalariga erishdiki xilma-xil usullari va buning masalda Amerika va boshqa davlatlardagi aqliy mulkni qo'g'dash salmoqining yetarsizligi. Bu kitob nashrdan chiqishga oz qolganda, ya'ni 2019 yil 6-oyda Xitoyning muddatsiz orqaga so'rash taktikasidan bezor bo'lgan Prezident Trump Xitoydan tamojna beji oladiganligini e'lon qildi. Mo'ljallanganidek pul muomala mutaxassislari mazkur qarorning har ikki davlatning iqtisodiga ko'rsatadigan ta'siri haqida turli farazlarni o'ttirg'a qo'ydi. Xitoydan tamojna beji elish Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatidagi g'oyat zo'r o'zgarishdan derak berdi. Amerika rahbarlari necha 10 yildan buyon tunji qatim Xitoyga ularning mustabid davlati boshlagan tangsiz savdo kelishimlarini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini aytdi. Oxirda nuqul ogohlantirish bilan cheklanib qolmasdan siyosatdimi olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Albatta bu ish tuyuqsizlik yuz bergan bo'lmasdan xeyli burunla shapsi bor edi. 2018 yil 12-oyning 2-kuni shanba Prezident Trump bilan Xi Jinping Buenos Airesda birga g'izolandi hamda keyin Trump Twitterda bizning uzun va umidlik tarixiy uchrashishimiz deb sifatlagan mazkur uchrashishda ikki taraf savdo urushini 90 kun to'xtatishga kelishdi. Shu kuni kechda Buenos Airesdan 7000 ingliz mili yiroqlikdagi Kanadaning Vancouver shahrida Kanada Adliya ministrligining alayda xodimlari bilan Xitoy telegraf shirkati Huawei'ning bosh moliya amaldori, shundaqla muavin bosh direktori Ming Vanjo o'ttirsidagi kutilmagan ammo texmo tarixiy deyishga bo'ladigan bir uchrashish yuz berdi. Alayda xodimlar Ming Vanjoni qo'lga oldi va uni Nyu-Yorkka o'tkazib bermoqchi ekanligini e'lon qildi. Chunki Amerika Huawei shirkatining Amerika tarafidan Ironga qartilgan iqtisodiy jazoga xiloflik qilganligi uchun Ming Vanjoni sudga tortmoqchi edi. Yüzəki qaraganda shu qitimliq qo'lga elish Amerika Adliya ministrligining Huawei'ning Amerikada ijozat berilgan texnikani Ironda ishlatganligi sababli eksport qonuniga xiloflik qilganligini ayblaganligining natijasidir. Ammo Huawei'ning qurg'uvchisi, shundaqla Xitoy ozodlik armiyasining harbiy texnika mutaxassisi Ren Zhongfei'ning qizi Ming Vanjoni qo'lga elish intayin dramatik, shundaqla Amerika Xitoy munosabatini o'zgartiradigan halqiliq harakat bo'ldi. Amerika hukumati necha 10 yildan buyon tunji qatim nachar qilmish sodir qilgan shirkatga qarta amaliy qonuniy harakat qo'llandi. Yana kelib Huawei odatdagi shirkat bo'lmasdan dunyodagi eng cho'ng telegraf uskunalari ishlab chiqaruvchi va ikkinchi cho'ng yanfon ishlab chiqaruvchidir. Huawei yana 5G to'r sohasidagi dunyoviy boshlamchiga aylanish uchun jon jahli bilan kuchayotgan bo'lib, aytishlarga qaraganda u keyingi avlod 5G to'r tadqiqoti va loyihalash ishlari uchun $20 milliard mablag' solgan. Shu nuqtadan aytganda
Huawei'ning baş maliya amaldori Ming Wanzhou'ning qo'lga elinishini Amerikaning Xitoyga bergan ogohlantirishi Amerika savdo vakillar ishxonasining doklatiga binoan harakat qo'llanganligi shundaqla Xitoy bilan oxirigacha tirkishishga bel bog'laganligining ifodasi deb tushunishga bo'ladi. Nurg'unlagan istixborot va tashqi siyosat mutaxassislari Xitoyning Huawei, Zhongxin, Xiaomi, Vivo, Oppo, Lianshan qatorliq telegraf va aqliy fon shirkatlarini Xitoy Kompartiyasining sonliq ma'lumot o'g'irlash vositalari deb qaraydi. Huawei zapchaslarının Xitoyga uchur yetkazadigan orqa eshik programmalarini o'z ichiga olganligi to'g'risidagi andishi sababli nurg'un davlatlar Huawei ishtirok qilgan turlarni chekladi va to'xtatdi. Avstraliya bilan Yangi Zelandiya yaqinda Huawei'ning mazkur davlatlarda tor supisi qurishini chekladi. Polsha yaqinda Huawei shirkatining setish xodimi Wang Weijingni jasusluq jinoyati bilan qo'lga oldi. Mo'ljallanganidek Huawei bu ishlarga e'tiroz bildirdi va mazkur xizmatchining faoliyatidan faqatla xabar yo'qligini, shundaqla Ming Wanzhou'ning qonunga xilof hech qanday ish qilmaganligini aytdi. Men ilgirmo 5G masalasi to'g'risida tafsiliy to'xtaldim. Ammo bu qayta ta'kidlashga tegishli masaladir. Amaliyotda biz texnika o'tinib berish, jumladan har qanday sonliq ma'lumotni o'tinib berish to'g'risida to'xtalganda hech qanday narsa davlat bexatarligiga, odil sodiga, shaxsiy maxfiyatlikka va davlatning egilik huquqiga barliq raqamlik uchurlar jug'langan sistemani Xitoy shirkatiga topshirishdanmi ig'roq tahdid elib kelmaydi. Xitoyning o'ttirg'i qo'ygan nishoni va texnika afzalligi jihatdagi izlanishni nazarda tutganda bu demokratiya va erkin dunyo uchun tasavvur qilg'ili bo'ladigan eng aniq va ko'z oldimizdagi xatardir. Shundaqla mazkur kitobni mushu yergacha o'qigan har qanday bir davlat, har qanday bir siyosiyon, har qanday bir savdogar, har qanday bir mablag' solg'uchi, har qanday puxra Xitoy Kompartiyasining tizginidagi telegraf sistemasini ishlatishning oqibatini tasavvur qila olmasa, kitobning oldingi mazmunlarini ko'ngil qo'yib o'qimaganligi ma'lum bo'ladi. Şuna Huawei va Xitoyning boshqa texnika shirkatlariga ularning qonunga xiloflik qilganligi va chekdan oshganligi sababli G'arbning ularni javobgarlikka tortadiganligini bildirib qo'yish ko'ngildagidek tunji qadamdir. Trump hukumati 2018-yili yana aqliy mulk o'g'irligi va tangsiz savdoga qarshi aktiv harakat qo'llandi. Natijada oldingi boblarda tilga ilingan Xitoyning aqliy mahsulotlari sababli nurg'un ziyon tortib ketgan Xubani o'z shirkatining kelgusi haqida xeyli xotirjam bo'lib qoldi. Trump hukumati Amerika pochta idorasiga Xitoydan Amerikaga silingan posilkalar uchun to'liqlama beradigan to'xtamni bekor qiladiganligini uqtirdi. Bu Amerika yasimchi shirkatlarining buningdan keyin Amazon, eBay va boshqa ichivitilgan elektronlik suplarda Xitoy do'rab yasagan o'g'ri nashrlik mahsulotlarni nisbatan oz ko'rish mumkinligidan derak berdi. Davomi bor. İngilisçidən tərcümə qılğuçı ھېكمەتيار İbrahim. Mənbə ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 20 سانىدىن ئېلىندى.